Sizlarga mamnuniyat bilan yo'lbars, turna, ilon va beshik terbatarni tanishtirmoqchiman. Yengilmas beshlik. Unga aytib qo'ymang. Qani bo'la qolpan. Nimaga qodir ekanini ko'rsa. Hozirgina ovqatlangandim. Shuning uchun meni kunfuyim qornim och paytidagidan farq qilishi mumkin. So'zlarimni diqqat bilan eshiting, muz parchalari. Butun sehrli qudratim bilan buyruq beraman. Bundan nari keting. Shamolning ayovsiz epkini bilan yer uzra aylanib uching. Zarralaringiz bilan kaltafahm odamlarni ko'zi va yuragiga sanchiling. Kimniki ko'ziga bir o'tkir zarracha kirsa, atrofida faqat yomonliklarni ko'radigan bo'lsin. Zarracha yuragiga sanchilganlar esa yovuz odamga aylansin. Yovuzlik ularning doimiy amali bo'lsin. Buyuraman, abadiy shunday bo'lsin. Tezroq ketinglar. Qachon bo'lmasin, sizlarni albatta topaman. Momaqaldiroq gumburidan keyin ham kamalak chiqadi. Ha. Shunaqa deb seni tashlab ketganmidi? Shunaqa. Quloq solmang. Gaplariga quloq solmang. O'ziga qarab yuradigan yigitchalarni yoqtiraman. Bu menman qizaloq. Qirsillama qarsildoq. Mehribonsan. Yo'lbarsga o'xshamaysan. Hech qanaqasiga mehribon emasman. Men qonxo'r vahshiyman. Diego, senga yana bitta marjon yasadim. Men sehrlangan o'rmon ruhini uyg'otib yubordim. Qoya tomon yuguring. Tezroq! Ehtiyot bo'linglar! Qochib qol! Arendel xavf ostida, haqiqat yuzaga chiqishi lozim. Я в тебя верю, Эльза. Верю всем сердцем. Bunaqa shaldiroq aravani mingandan ko'ra o'lganim 1000 marta afzal edi. Qo'ying, xafa bo'lmang. Qurbon bo'lmasin. Xo'p, nima? Xayr sizga. Ochlik e'lon qilaman. Nina! Sekin. Oyoqqa bor. Sip, joyingdan qimirlama. Seni fikringcha, u meni tengimmi? Albatta, o'quvnoq. Sen esa jiddiysan. Bir-biringizni to'ldirib turasiz. Marosim 1 soatdan keyin boshlanadi. Unda dunyodagi qudratli mamlakatlar yetakchilari qatnashadi. Ayni paytda bu eng qat'iy tarzda himoyalanayotgan tadbirdir. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimdan xursandman. Nimadan xavfsirayapsan? Juda tinch. Bu asablaringga tutaranglashdi. Yoting!
Britaniya poytaxtida me'moriy yodgorliklarning vayron bo'lishiga olib kelgan qo'poruvchilik harakatlari oqibatida 5 nafar prezident va yuzlab begunoh fuqarolar qurbon bo'ldi. Shu daqiqadan boshlab har bir o'lim sizda bo'ladi. Ularni toping. Prezidentni topgunga qadar buni aniqlashimiz kerak. Agar shungacha yetib borsa, meni sen o'ldirishingni xohlayman. Moskvadagi maydonlardan birida turib, yulduzlar yomg'iri boshlanishini kutyapmiz. Kattakon, shuni biz tomonga harakatlanmoqda. Inson boshqaryaptimi? Hali aniqlamadik. Tezligi soatiga 500 dan 900 kilometrgacha. Brat, knyaz seni chaqiryapti. Salom. Yigitlaringni to'pla. Rizan buyuk xonning birinchi rus shahri bo'ladi. O'lkangizga hukmdor kerak. Rus zaminida bir maqol bor. Mard maydonda sinalar. Jangga! Yig'ib terishadi, chigirtkalar esa bundan bahramand bo'lishadi. Hasrati oliyalari, birontamiz yordam so'rashga borishimiz kerak. U yerda ilonlar, qushlar, uni ustiga katta qo'ng'izlar bor. Xuddi shunday. Aynan o'sha katta qo'ng'izlar bizni xalos etadi. Ularni lol qoldirishimizga kafolat beramiz. Afg'oniston uzra turgan termosfer sun'iy yo'ldoshlarimizdan biri ishdan chiqdi. Taklifingiz bor? Barcha sun'iy yo'ldoshlarni o'chirish kerak. O'sha fojiaga biz aybdormiz. Stansiyada e'tiborliroq bo'l. 2 va 1. Qani bo'la qol. Jasur kelsa, unga bildirmay menga qo'ng'iroq qiling. Telefon qiling. Jasur aka, qachon sovchi yuborasiz? 1 oy ichida qiz topasan, uylanasan. Oyjon. Har xil narsalarni ko'ravermasdan turmushga chiqishni o'ylaydi. Meni hali beri turmushga chiqish niyatim yo'q, buvijon. Yaman ham ketib o'rgan ekansiz. Ularning sevgisi yolg'on. Ularning hammasiga bitta narsa kerak. Maynavozchilik. Voy, nima kerak? Kerak-da. U bilan uchrashgani boramiz. Uylanasan. Xo'p degan. Sendagilarni bir deganda yerga tushirib qo'yaman. Men qara, kimsan meni hayotimni buzasan? Qo'yvorib qolaman, nima siz farishtami deysiz? Bu yerda tasodifiy odamlar yo'q. Hisob-kitobga ko'ra o'lja 850 million yevro. Biz kimnidir to'namaymiz. Biz jahon olmoslar markazini o'maramiz. Bu qit'adagi eng katta o'g'irlik bo'ladi. Ov qilishdan juda charchadim. Bu juda ham charchatadi. Siz markazni o'marmoqchisiz. Men ham siz bilan boraman. Meni panteralar bilan tanishtir. Uchrashuv tayinla. Qiziqyapsanmi? Qiziqyapman. Van Gogh ishida qo'lga tushding, Cyrus. Rozi bo'lsang, jamoang to'liq daxlsizlik huquqini oladi. Oldingi va hozirgi jinoyatlaringizni unutamiz. Senga bir taklifni yetkazish uchun keldim. Bir narsani o'g'irlash kerak. Topshiriqni bajaramiz, keyin esa ozodmiz. Hamma yerga yotsin, yerga. Qimirlama.
Barcha politsiya qismlari uchun bank o'g'irligi Vilkor ko'chasi 3891. Meni ko'ryapsanmi? Endi qanday qutulib ketmoqchisan? Jinoyatchilar himoya jiletini kiyib olishdi. Faqatgina qo'l, oyoq va boshiga otish mumkin. Yengilmoqchi emasman. Baxtingga kishanlar uyda qolibdi. 2 kun avval ittifoqning FQB xoinini qo'lga olish missiyasi chippakka chiqdi. Ma'lumotlar qora bozorda pullanadi. Biz o'sha yerda bo'lishimiz kerak. Aynan shu maqsadda bizga sen keraksan. To'xta. Qalay? Aloqa o'rnatildi va biz tayyormiz. Bu qanchalar xavfli? Oson. Hammasi yaxshi o'tsa albatta. Shuni nazarda tutgandim. Do'stlaring uchun afsusdaman. Xudoyim, u qarshimizda. Boshini ko'tarma. Tornadoning tezligi yoki Yo'qsa o'lasan. Qani hamma o'tirsin. Garber, men jiddiyman og'ayni. 59 daqiqadan keyin yo'lovchilarni o'ldirishni boshlayman. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Men Mark Uotni, astronavt. Men tirikman. Ko'rib turganingizdek. NASA bilan radio aloqa yo'q. Meni birorta kema hali beri olib keta olmasa kerak. Biz bu yerda 31 davr yashashimiz kerak edi. Yeguliklar 6 kishi uchun 68 davrga mo'ljallab jo'natilgan. Demak, menga bu taomlar 300 davrga yetadi. Agar ayab ishlatsam, 400 davrgacha ham ketadi. Demak, endi 3 yilgacha yegulik yetishtirishni o'ylash kerak. Bu sayyorada hech narsa o'smaydi. Xayriyatki, men botanikman. Atmosferadan chiqishim bilan shu xilqatdagi birinchi inson menman. Tepalikka ko'tarilsam, buning birinchi zabt etuvchisiman. 4,5 milliard yil davomida bu yerda tirik jon bo'lmagan. Va to'satdan men paydo bo'ldim. Men bugun sayyorada istiqomat qiluvchi yagona insonman. Siz firmani yopdingizmi? Hozir hamma yoq kompyuterlashtirilgan. Sizlar esa dinozavrsiz. Men topdim. Bizni nurli kelajak kutmoqda. Nimani topganingni bilmadim, lekin men ishdaman. U yer Amerikadagi eng zo'r joy. Bizni Google'ga ishga olishlarini xohlayman. Google'ga xush kelibsiz. Bu yerda aqliy ochlik o'yini bo'ladi. Yuzlab daholar kurashadi. Men menejerlardan biri Layman. Uning ismi Charles Xavier. U nogironlar aravachasi harakatlanadi. Professor Charles Xavier? Mayli, men taslimman. Ha, men Charles Xavierman. Qulog'ingga aytaman, keli, beri kel. Professor Xavier kalbosh to'nka. Pulga aylangan generalni, o'zining imperatorini maydonga chorlagan gladiatorni. Xalq bu mudhish voqeani qanday tugashini bilmoqchi. siz hibsga olindingiz. U qanday jinoyat qildi? Qotillik. Jozef Tretni aybdor deb topdi. Men qonunni buzganim yo'q. Men qonunni himoya qildim. Urushga boramiz. Tret, meni qutqar! Har bir eshak ulg'ayganida shifokor yoki muhandis bo'lishni istaydi. Men esa esimni tanigandan beri faqat bir narsani, badavlat, millioner bo'lishni orzu qilganman. Menga qara, haddan tashqari ko'p narsani orzu qilish yaxshilikka olib kelmaydi. Darhol kirxonaga yo'l ol. Kiyimlar o'z-o'zidan toza bo'lib qolmaydi. Hurmatli qadrdonlar, hukmdor bo'lishdan charchadim, iste'foga chiqaman. Nima bo'lmasin, tuzukroq nomzod topish kerak. Eshak bo'lsa ham mayli. Jonivorlar qiroli oliy hazratlari. Xalqim nimani istaydi? Janobi oliylari, boshimizga musibat tushdi. Shahrimizda jonivorlar yo'qola boshladi. Bo'ldi, yetarli bo'ldi. To'g'ri. Hali kechqurun yuvadigan kirlarim bor. Bo'ldi, hamma bo'sh. Bekorga senga ovoz beribmiz. Sen malikasan, Mila. O'zingni malikalardek tutishing kerak. Buni bilaman. Hammasini tashlab, ritsar bo'lishni orzu qilyapman.
Men yordam bermoqchiman. Yordam bermoqchi bo'lsang, iltimos, soqchilar yoki ritsarlarni chorla. Sir Ruslan xizmatingizga tayyor. Mila, qizim. Men doim o'zim istagan narsalarni olaman. Ruslan, Sen uni qutqarmoqchimisan? Xuddi shunday. Men pul bilan bir odamimni jo'natgandim. U menga qo'ng'iroq qilmadi, hammasi joyidami? Bilasizmi, hozir nima qilyapman? Bo'shliqqa gapiryapman. Tushunmadim. Simning narigi tomonida murda turibdi. Tezlik nima ekanini yaxshi biladigan haydovchi kerak. Ko'chada yurganida restoranda kim bilan o'tirgani barisi suratga olinsin. Siz ham bundan ko'zingizni uzmang. Ertaga tungacha men bu odamlarning kimligini bilishim kerak. Villi Hillside yashaydi. 10725. Barcha kuzatuv fosh bo'ldi. Ha, men Makkoli bilan yarim soat avval qahva ichdim. Agarda sen meni qurshovga olsang va men seni o'ldirishimga to'g'ri kelib qolsa-chi? Bu vaziyatda sen meni yo'limdagi g'ovga aylanasan. 15 raundlik ushbu ayovsiz bellashuv 80-yillarning eng yaxshi janglaridan biri edi. Kichkintoy va keskir super yulduz darajasiga ko'tarildi. Bugun men professional boksdan ketishimni e'lon qilmoqchiman. nimaligini bilasanmi? Bu video o'yin. Ular bu o'yinga sen bilan kichkintoyni qo'shishmoqchi. Keskir, bir nechta zarba berasan, biz yozib olamiz. Uni kichkintoy deb tasavvur qil. Ataylab qildingmi? Birda kelgin degandim-ku. Juda sog'indim. Men esa sog'inmadim. Yo'q-e. Nimalar deyapsan? Kim ursin uyalmaysizmi? Men Mayki, senga murabbiylik qilaman. Hech ham murabbiyga o'xshamaysan, balki murabbiyni yeb qo'ygandirsan. Mashg'ulot vaqti. Hal qiluvchi jangni ko'rish uchun minglab boks ishqibozlari to'plangan Pittsburgga xush kelibsiz. Oldin deydi, pushaymon bo'lasan. Senga ham sovg'a atab qo'yganman. Jang to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilyapti. Mashhurlardan biri aytgan ekan. Iblislarni o'zimiz yaratamiz. Bu gapga men ham qo'shilaman. Demak endi bir yo'la ikkita mashhur odam aytgan so'zlar. O'zim uchun eng qadrli narsani himoya qilishim kerak. Ya'ni seni. Amerika seni navbatdagi saboq kutyapti. Meni terrorchi deb atashyapti. Lekin o'zimni ustoz deb hisoblayman. Meni yana qo'ldan chiqardingiz. Kun qalay o'tdi, Lyuk? Rasvo boshlandi. Oxiri baxayr bo'lsin. Luke Wright, Nyu-Yorkdagi eng zo'r politsiyachi. Qachonlardir shunday edi. Xitoy qiz, yoshi 11larda. Kimki ko'rib qolsa, politsiya mahkamasiga olib borsin. Uni sen kasalxonaga ravona qil. Tuzalib ketsin deb duo qilaman. Butun oqshom restoranda serrayib turdim. Sizni quruq ovqat berishmadi. Menga yashashni istovchi komandir kerak. Bu kim? Senga yana imkon beraman. Rus tankchilar ekipajini saralab jangga tayyorlaysan. Qarshimizda Pantera bor. Dambarakni o'qla.
Tadbir zargarona aniqlik bilan amalga oshirilgan. Harbiy havo kuchlarimizning bir necha havo transportlari safarbar etilgan. Meteorit bo'laklari va 3 nafar olim g'oyib bo'lgan. Agar yovuz kuchlar meteoritning tarkibidan xabar topishsa, buning oqibati milliy xavfsizlik uchun ayanchli tugashi mumkin. Gonkongdagi eng yaxshi agentlarimizdan biri Jackie Chan ham Afrikadagi voqealar paytida yo'qolib qolgan. Kimligimni so'rayapsizmi? Buni o'zim ham bilgim kelyapti. Men kimman? Ularni qurt qumursqalardek ezg'ilab tashlaymiz. Yo'q. Uni bir zarbada o'ldirdik. Sen voqealar rivojini o'zgartira olding, Virginia. Halol jang qilishayotganga o'xshamaydi. Judayam xunuksan, lekin ajoyibsan-da. Ko'p janglarda qilich surdim. Birida shuhrat, boshqasida saltanatu mulkka erishdim. Ammo bilsam, ishq uchun jang eng oqil jangdir. Uni juda sevasam. Troyani siz qanchalik butun sevsangiz, Yelenani men shunchalar qattiq sevaman. Muhabbat emas, qonli qasos olmoq istagan. Allo. Men o'g'lingni o'ldirdim. Majbur bo'ldim. U Michael o'ldirmoqchi bo'lib turganda. Seni faqat men qadrladim. O'g'limni o'ldirganingda meni ham yo'qotding. O'g'limning hayotini saqlab qolishingni so'rayman. Michael yaxshi yigit, uni oilasi bor. Unga munosib emas. O'g'lingni topish uchun hammani oyoqqa turqasdim. Navbatchi dispetcher Putiklokov, hammaga xayrli tong. Dada, oyim qani? Biroz kech ketdi. Internetda ko'rdim. Samolyoti kecha tunda qo'ngandi. Saltanatni senga topshirgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Yo'q. O't bilan o'ynashni yaxshi ko'rasan shekilli. Biror marta dengizga chiqqanmisan? Yo'q. Senchi? Qayerga? Dengizga. Qachon? Hozir. Qanday qilib? Kemada. Yo'q, hech ham. Bu oqqush va delfin. Axir bu xarita. Yulduzlar xaritasi-ku. To'g'rimi? Bu kema oltin mo'yna safar uchun maxsus yasalgan, men ham boraman. Siz qidirayotgan odam Pyotr Aronovich Lepenko. Ularning vujudi qo'rquv, og'riq, sevgi kabi tuyg'ulardan xoli. Ular oddiy askarlardan ko'ra abjirroq, chapdastroq va aqlliroq bo'lgan.
Litvenkani toping. Nima bo'lganda ham. Josusini bizdan avval topmasligi uchun qizni o'ldirsangiz ham mayli. Tegmadi. Aniq tegdi. O'lgidek zahar? Qo'pol ahmoq qiz ekan. Uni Sundirdan boshqa kim ham olardi deb. Aytasan Gopal. Men Radhani jonimdan ortiq sevaman. Sening o'lganing haqidagi xabar qanchalik haqqoniy bo'lsa, mening sevganim ham shunchalik haqqoniy edi. Men Radhaga uylanmoqchi ham bo'lgan edim. Ikki og'iz nikoh duosi-yu, ikki tanning misoli hali sangam bo'la olmaydi. Men o'zimga yangi do'st topdim. Ona bo'ri. Qo'lga o'rgatilgan emas albatta, lekin qo'rqmas. Salom. Biz tabiat qo'riqchilari Simpson va Richardsonmiz. Samolyotning qulashi juda dahshatli hodisa. U yerda sirkning sher bolasi bo'lgan. Uni topisha olmagan. Aytsam ishonmaysiz. O'zingiz ko'rishingiz kerak. Bu nimasi? Axir bu bo'ri-ku. Bobomning do'stlaridan biri. Nima? Xo'sh, nima qilmoqchisan? Ularni ajratib bo'lmaydi. To'g'ri yechim izlab ko'rdim, ammo hali topmadim. Biz outsiderlar bir-birimiz haqimizda qayg'urishimiz kerak. Please don't take my sunshine away. Qayerdan kelganmiz dedingiz? Bular meni Genualik sinfdoshlarim, Luka va Alberta. Dengizda hukmronlik qilayotgan murdalardan qo'rqib. Jek chumchuqni izlayapti ular. Jek nima? Qaroqchi qismati. Bu nimaning ovozi? Otni, uni betaraf hududdan topishibdi, yarador emish. Yoting. Qanaqa ot? Sehrli desa ham bo'ladi. Boshqa otlar bunday sharoitda o'lib ketgan bo'lardi. Bu axir mening otim. Sen parvoz qilib boryapsan. Pastda esa qon to'kilyapti, odamlar o'lyapti. Shu bois pastga qarash mumkin emas. Marraga yetib borish uchun faqat oldinga qarash lozim. O'z sha'ningizni saqlang. Qirolni, vatanni, halok bo'lgan do'st yodda tuting. Jasur va mard bo'ling. Vatan uchun joningizni tiking. Glas! Quruqlikda boshqa yo'l topishimiz kerak. Yagona chorasi shu. Shu yerni o'zida tinchitib qo'ya qolsak bo'lardi. U hali tirik qolishi mumkin. Joni qattiq ekan. Nari 4 odamda. Yordam ber, Jim!
Men ota-onangni o'rnini bosa olmayman. Buni ilojisi yo'q. Xuddi otangdek mard va jasur yigit bo'lasan. Men Partosman. Bu esa Aramis. Ikkimiz ham mushketyorlarmiz. Qon to'kilishi shart emas. Kimnidir o'ldirishimga to'g'ri kelib qolsa-chi? Tavakkal qilaver. Biz qilayotgan ish Fransiya uchun juda muhim va bu sir to'rtalamizni oramizda qolishi kerak. Biz kutilmaganda yordamga kelamiz. Ha. Yo'q. Bu nimanidir belgisimikan? Shubham bor. Fransiya sizlardan minnatdor. Jamilani menga berishingiz kerak. Xotinlikka. Nima? Tajribali snayper bitta o'q bilan nishonni yo'q qiladi. O'zbekistonda qat'iyatli ayollar ko'pmi? Xuddi shunday. Rustamdan qora xat kelibdi. Yo'q, ishonmayman. U tirik. Rahima, bu yerda uzoqni o'zi. Xush kelibsan deya olmayman. Shafqat bo'lmaydi. Hammasi uchun o'ch olaman. Qasos olaman. Yetim qolgan bolalarning ko'z yoshi uchun. Erlaridan ayrilgan kelinlar uchun. Farzandini yo'qotib yig'lagan onalar uchun. Barchasi uchun qasos olaman. Oyi, qachon biznikiga ko'chib kelasiz? Bu yerda ishlarim ko'p. Qachonligini bilmayman. Har doimgidek. Kichkintoy, uyingga qo'nishga qaror qildim. Nima deb o'ylaysan? Balki seni joying Natashaning yonidadir. Bugundan seni enagang bo'laman. Men aytaman, sen bajarasan. Masalasini hal qilamiz. Sizni kattaroq tasvirlagandim. Bu o'yimning nima aloqasi bor? So'zlarga hojat yo'q. Janob Karza, bularni nima qilaylik? Ularni halok bo'lganlar ro'yxatiga qo'sh. Chopba adam. Bugun seni zimmangga avlodimiz javobgarligi yuklandi. Chopa qol. Yodda tut. Mening mard zurriyotim, sher yurak o'g'lim bir kun senlarga ro'bara keladi. Bir ikkita odamni urib o'ldirsa nima qilardi? G'ururingni chetga surib, mana bu ayoldan kechirim so'ra, xonimcha. Bugundan boshlab seni aravakash Raj emas, mard deb ataymiz. Senga o'xshaganlarga bosh egmayman. Yerda nima yozilganini ko'r. Bu binoga itlar va hindistonliklar kirishi mumkin emas. Tushundingmi? Qonimizni ichasan-u sharobimizni ichmaysan. Ich. Nega bu sho'rlikdan qon olyapsan? Hayotimni qutqarding. Ammo o'zingni xuddi hech nima bo'lmagandek tutyapsan. U hozir uchib borib uni qutqaradi. U uchib bormaydi. Ko'rasan. Xo'sh, qora chaqmoq. Oxirgi imtihon qoldi.